Assalomu alaykum hammaga. Men bugun sizlarga qatlar shunaqa chiroyli ochilib chiqadigan somsani o'rgatib qo'ymoqchiman. Buning uchun bizga 1 kilo un, 15 gram tuz, 10 gram yog' va 450 gram iliq suv kerak bo'ladi. Suvimizni quyib, mana shunday xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz yumshoq bo'lib qolmasligi kerak qizlar. Xamirimizni zuvala qilib tindirishga qo'yib qo'yamiz. 30 minutdan so'ng olib, yana yaxshilab ishlab, yana 30 minut tindiramiz. Tingan xamirimizni 2 zuvalaga bo'lib, salfan paketimizga o'rab, yana 20 minut tindiramiz. Bungacha qiymamizni tayyorlab olamiz. Qiyma hammani xohishiga ko'ra qizlar. Qiymamizga tuz va ziravorlarni solib aralashtirib olamiz. Sariyog'ni qizlar 200 gram men shedroleta va 200 gram maselka ishlatdim. Ikkovini ham gazda eritib, xolodilnikka kamida 1 soatga qo'yamiz va suvini shu tarzda ajratib olamiz qizlar. Xamirimizni yoyish uchun 2 qoshiq kraxmal, 2 qoshiq unni urvoq qilib sepib yoyishni boshladik. Qalin parashligi o'rtacha bo'lishi kerak qizlar. Ustiga kraxmalni yaxshilab surtib, mana eritilgan sariyog'imizni hamma joylarga yetkazib surtab olamiz qizlar. Mana bir tekisda surtab chiqdik. Mana xamirimizni bir chetidan chimdib, o'rashimizga oson qilib tayyorlab olamiz va bir tekisda shunday o'rab chiqamiz. Mana salfanimizga mana shunday tarzda o'rab, xolodilnik yoki morozilkaga qo'yib qo'yamiz. Mana xamirimizni kesishni boshladik, mana ichlari. Endi yoyishni boshlaymiz. Shu tarzda yoyib olamiz qizlar. Mana choynagimiz ustiga solib, kerakli qiymamizni solib, uchburchak shaklda tugib chiqamiz.
Shunday qilib tuvsak, qatlari juda ham chiroyli chiqadi. Mana qizlar. Hammasini shu tarzda tugib, ustiga tuxum o'rniga muzdek suv surib chiqamiz. Ustiga kunjut sepib 250 gradusda pishirib olamiz. Mana pishib chiqdi. Mana darsimizda qatnashgan qizlarjonlar uchun bo'lishib oldik. Mana qatlari juda ham chiroyli bo'ldi.